Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida O'zbekiston Respublikasining o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularga qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun ijrosi yuzasidan ommaviy axborot vositalari vakillariga ma'lumot berishdi. Kadastr agentligi boshqarma boshlig'i Bekzod Nishonov. O'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari va unda joylashgan bino inshootlarga huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun bo'yicha davlat organlari tomonidan joylarda xatlov ishlari olib borilyapti. Avvalambor kadastr idoralari tomonidan har bitta obyekt o'lchovdan o'tkazilyapti. Buning uchun bir nechta bosqichlar amalga oshiriladi. Bu birinchi navbatda biron bir uy-joylar e'tibordan qolib ketmasligi uchun har bir mahallalar chegaralari aniq belgilanib olib va mahallalar kesimida tahlil qilib boriladi. Va buning natijasida qaysidir bir hudud o'sha belgilangan poligonlarga kiritilmay qolishi yoki belgilangan poligondagi qaysidir bir obyekt o'lchovdan qolib ketish ehtimolini kamaytirish uchun zarur bu. Keyingi jarayonda o'sha har bitta belgilangan poligonda ko'chalarning o'rtasidagi mavzelar barchasi xatlovdan o'tkaziladi, uy-joylar o'lchanadi va o'lchov ma'lumotlari axborot tizimiga kiritilib, vakolatli organlarga yuboriladi. Vakolatli organlar o'z navbatida o'sha belgilangan muddat bor, o'zining vakolatidan kelib chiqib ushbu uy-joy bo'yicha xulosalarni beradi. Yana bir muhim jihati, fuqaro o'zining uyi huquqi e'tirof etilayotganligi yoki e'tirof etilmasligi yoki bo'lmasam qanday chegaralarda e'tirof etilayotganligi. Yana bir holat, kimning nomiga e'tirof etilayotganligi haqida ma'lumotga ega bo'lish kerak va bu ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bir oy muddatda shu mahallada jamoatchilik muhokamasiga qo'yiladi ma'lumotlar. Va ushbu muhokama jarayonida shu ma'lumotlarni ko'rib, o'zlarining e'tirozlarini bildirib olishlari mumkin. O'sha ma'lumotlarga aniqlik kiritilib olingandan keyin adliya organlariga yuboriladi ma'lumotlar va yuqorida aytib o'tilgan jarayonlarning barchasida to'plangan ma'lumotlarni inobatga olgan holda adliya organlari xulosa beradi, ya'ni ijobiy yoki salbiy. Ijobiy xulosa berilgan taqdirda kadastr agentligi ushbu fuqarolarga bir martalik to'lovni amalga oshirish zarurligi to'g'risida SMS xabarnomalar yuboriladi va o'sha to'lov amalga oshirilgandan keyin barcha ma'lumotlar xalq deputatlari viloyat kengashlariga yuboriladi va o'z navbatida kengashlar tomonidan huquqni e'tirof etish haqida qarorlar qabul qilinadi. Bugungi kunda har bir tuman shahrimizda xatlov ishlari olib borilyapti va har bir tuman reja grafik bo'yicha hududlarga bo'lingan. O'sha grafik bo'yicha amalga oshirilyapti.